Va nihoyat tugatdik do'stlar. San'at asarini ko'ringlar, obzor qilib beraman. Bu xonamiz oldingi videolarimizda ishni boshlanishida ko'rsatib o'tganman. 390 ga 915 xonamiz. Ishlatilganlari oq glyansiviy, ptichka lazmatoviy, MDF ishlatilgan, polni orisklo bo'lgan. Yo'llarida galagenlar bilan boshqacha qilib berdik. Patolog bo'yicha kimda savollar bo'lsa, pastda Telegram nomerlarimizni qoldiramiz. Kommentariyalarda hammasiga javob berishga ulgurmasam, video tariqasida javob qilib o'tamiz. Masalan, kimni nima savol, qanaqa joylar qiziqtirsa, bu yog'iga javob qilib hammaga bitta tushuntirishga harakat qilamiz. Faqat videoda, kommentariyada hammaga javob berishga ulgurmaymiz. Kimgadir ishlarimiz yoqqan bo'lsa, kimgadir kerak bo'lsa shunaqa ustalarning xizmatlari, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, telegramlarimiz bu yozasizlar. Hammaga bitta javob berishga harakat qilamiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, faqat boshqa viloyatlarga ob'yom ko'proq bo'lishi kerak. Ko'proq ob'yom bo'lsa chiqamiz. O'zimiz Qashqadaryodamiz. Qashqadaryo Shahrisabzdan ko'pchilik so'rayapti ustalar qayerdan deb. Shahrisabzda ustalari. Kimgadir usta kerak bo'lsa, kimdir usta qidirib yurgan bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Kimgadir manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar.